Xo'p, keyingi misolimizga to'xtalib o'tamiz. Keyingi misolimizda bizda aytib o'tibdi, demak x kvadrat taqsim 6 minus x ko'paytirilgan 3 minus x barobar 1. Xo'p, dastlab sizlarga qavs ochish amalini o'rgataman. Mana shu misolni ya'ni davom ettirib ketamiz demoqchiman. Demak, qavsni ochadigan bo'lsam 6 minus x ko'paytirilgan 3 minus x barobar mana shuni ochishimiz kerak qavsni. Yodimizdan chiqmasin, qavsda ochishimizda har biri doim bir-biriga ko'payadi. Masalan, bu yerda birinchi qiladigan ishimiz 6 ko'payadi 3 ga. Ya'ni qavsning ichidagi har bitta raqam bir-biriga ko'payadi. 6 ko'payadi 3 ga, demak 3 kira 6 18 bo'ladi. 18. Xo'p, ikkinchi ishga to'xtalib o'tamiz. Ikkinchi ishimiz 6 ko'payadi minus x ga. Demak, 6 ko'paytirilgan minus x. Bu ikkinchi ish albatta. Demak, minus 6x ga teng bo'ladi. Xo'p, uchinchi ishimiz x ko'payadi, ya'ni minus ximiz ko'payadi 3 ga. Minus 3x. To'rtinchi ishimiz, demak, minus x ko'payadi, ya'ni minus x ga. Bu uchinchi ish bo'lsa, bunisi to'rtinchi ish. Minus x ni minus x ko'paytiradigan bo'lsam, demak, plyusdan x kvadratga teng bo'ladi. Xo'p, endi soddalashtirib oladigan bo'lsam, 18 minus 9x plyusdan x kvadratga teng bo'ladi. Endi misolimizda kasr holatdan qaytadan yoza olamiz. Demak, x kvadrat taqsim mahraj to'xtalamiz endi. Xo'p, 18 minus 9x plus x ning kvadrati barobar 1 debdi. Mana shu 1 taqsim 1 bo'ladi. Ya'ni 1 tagidan 1 yozganimiz bilan hech narsa nima qilmaydi, o'zgarmaydi. Endi Kris usulida bir-biriga ko'paytirsak, demak, 1 ni ko'paytiramiz x kvadratga x kvadrat. 1 ni ko'paytiramiz 18 ga 18, 1 ni ko'paytiramiz minus 9x ga minus 9x va plus x ning kvadrati. Demak, noma'lumlarni chap tomonga o'tkazib olamiz. X kvadrat. Bu x kvadratimizni chap tomonga o'tkazsak minus x kvadrat. 9x mizni o'tkazsak plus 9x barobar 18 ga. Xo'p, x kvadratlarimiz bu yerdan qisqarib ketadigan bo'lsa, demak 9x barobar 18 ga teng bo'ladi. Endi ko'paytirish amalimiz bu yoqqa bo'lish bo'lib o'tadigan bo'lsa, 18 bo'lingan 9 bo'ladi va x ning qiymati bu yerdan 2 degan qiymat kelib chiqadi. Xo'p, endi ikkinchisiga to'xtalib o'tamiz. Ikkinchisini ham xuddi shu tariqa dastlab qavslarni ochib olamiz. 6 minus x 6 minus x ko'paytirilgan 2 minus x. Xo'p, mana shu yerda endi qavsni ochadigan bo'lsak, xo'p, 6 ko'payadi 2 ga, yana birinchi ish, demak 12. 6 ko'payadi minus x ga minus 6x. Minus x ko'payadi 2 ga minus 2x. Va minus x ko'payadi minus x ga plus x kvadrat. Xo'p, barobar 12 minusdan 8x plyusdan x kvadrat. Xo'p, endi mahraj qilib qaytadan yoza olamiz. X kvadrat taqsim 12 minus 8x plus x kvadrat barobar xuddi boyagidek 1 taqsim 1 deb yoza olamiz.
Xo'p, 1 ko'paytiramiz x kvadratga x kvadrat barobar 12 minus 8x plus x kvadrat. Hammasini chap tomonga o'tkazadigan bo'lsam x kvadrat minus x kvadrat, ya'ni mana bu minus o'tadi. Va 8x imiz plus o'tadi. Plusdan 8x barobar 12 ga. Mana bu x kvadratlarimiz qisqarib ketsa, 8x barobar 12 ga bo'lib qoladi. Demak, 8 imiz bu yoqqa bo'lishib o'tsa, shunda 12 ni 8 ga bo'lsam x teng 1,5 ga teng bo'ladi. Tinglamamiz to'xtalib o'tamiz. Demak, bu o'sha yuqorida ishlagan misolimizga o'xshaydi. Ya'ni yuqorida ishlagan misolimizda faqat mahrajni qavs ochishi bilan shug'ullangandik. Bu yerda esa ham suratni ham mahrajni qavsini ochishimiz kerak. Demak, suratni qavsini ochsam 6 ni ko'paytiramiz 2 ga birinchi ish 12 bo'ladi. 6 ni ko'paytiramiz x ga ikkinchi ish, ya'ni mana bu x ko'paytiramiz ikkinchi ish bo'ladi, plus 6x. 6x. Endi x ni ko'paytiramiz 2 ga plus 2x bo'ladi. 2x bo'ladi. X ni ko'paytiramiz x ga plusdan x kvadratni beradi. Barobar. Endi mahrajni 5 ni ko'paytiramiz 4 ga 20 ga teng bo'ladi. 20. 5 ni ko'paytiramiz minus x ga minusdan 5x bo'ladi. Minusdan 5x. Endi minus x ni ko'paytiramiz 4 ga minus 4x bo'ladi. Minusdan 4x. Va yana minus x ni ko'paytiramiz minus x ga plusdan x kvadrat bo'ladi. Plusdan x kvadrat. Xo'p, endi noma'lumlar bir tomonga, ma'lumlar bir tomonga qiladigan bo'lsam, 12 ni o'ng tomonga, qolganlarni esa chap tomonga o'tkazaraman. Demak, 6x ga 2x qo'shsam 8x plusdan x kvadrat. Xo'p, minus 5x ni o'tkazamiz, plusdan 5x bo'lib o'tadi. 4x ni o'tkazsak, plusdan 4x bo'lib o'tadi. Va plus x kvadratni o'tkazsak, minusdan x kvadrat bo'lib o'tadi. Barobar 20 ayrilgan, mana bu plusimiz bu yoqqa minus o'tsa, ayrilgan 12 bo'ladi. Xo'p, mana bu x kvadratlarimiz qisqarib ketadi, sababi biri plus, biri minus. Endi 8x ga 5x ni qo'shsak 13x bo'ladi, 13x ga 4x 17x bo'ladi. 17x barobar 20 dan 12 ni ayirsam 8. Bu yerdan endi o'sha x ni qiymatini topadigan bo'lsam 0,47 ga teng bo'ladi. Ya'niki 8 imizni 17 ga bo'lib tashlaymiz. Keyingisiga to'xtalib o'tamiz. Keyingisi ham xuddi shu tartibda ishlanadi. Ya'ni 3 ni ko'paytiramiz 8 ga birinchi ish 24. Keyingi ish 3 ni ko'paytiramiz x ga plus 3x. Keyingisi x ni ko'paytiramiz 8 ga plus 8x. Va keyingisi x ni ko'paytiramiz x ga plus x kvadrat. Barobar. Keyingisi 7 ni ko'paytiramiz 4 ga 28. Keyingisi 7 ni ko'paytiramiz minus x ga minus 7x. Minus x ni ko'paytiramiz 4 ga minus 4x. Va minus x ni ko'paytiramiz minus x ga plus x kvadrat bo'ladi. Xo'p, endi 24 imizni o'ng tomonga, qolganini chap tomonga o'tkazamiz. Shunda 3x plus 8x plus x kvadrat plusdan 7x bo'ladi. Sababi 7x ni chap tomonga o'tkazsak ishorasi o'zgaradi. Plusdan 4x bo'ladi bu ham. Barobar 28. Endi mana bu 24 imiz minus bo'lib o'tadi, ayrilgan 24. Endi mana bu x kvadratlar, minus x kvadrat yozmaymiz. Mana bu x kvadratimizni kelizlar yozib qo'yaylik shu joyni. Yozishimizga imkoniyat yo'q ekan. Xullas, mana bu x kvadratni bu tomonga o'tkazsak,
Mana bu yerdan yozaman. Mana minus x kvadrat bo'lib o'ta. Mana bu x kvadrat bilan bu x kvadrat qisqaradi. Endi x larni qo'shsam 3x ga 8x 11x, 11x ga 7x 18x, 18 ga 4x 22x bo'ladi. Adashmayotgan bo'lsak, demak 28 dan 24 ni ayiradigan bo'lsam 4 ga teng bo'ladi. Endi mana bu 22 4 ga bo'linib ketsa x teng 0,182 bo'ladi. Ya'niki 4 bo'lingan 22 holatda bo'ladi.